Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Batkenlik fuqaroning mashinasidan 15 kilogramdan ortiq giyohvand moddasi topildi. Batkendagi markaziy bozordagi tartibsizliklar bartaraf qilinadi. Qirg'iziston iqtisodi har yilgiga nisbatan 5% ga o'sdi. Afg'oniston poytaxtida portlash bo'lib, 7 kishi halok bo'ldi. Batken oblastida fuqaroning mashinasidan 15 kilogramdan ortiq giyohvand moddasi topildi. Bu haqda giyohvand moddalarni noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, gumondor mashinasiga 15 kilogram 720 gram gashishni yashirgan. Ta'kidlab o'tsak, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish bo'yicha xizmati afg'on gashishining yirik partiyasini Tojikistondan Qirg'izistonga olib kelayotganlarni aniqlash uchun maxsus operatsiya tashkil qilgan edi. Qo'lga olingan fuqaro vaqtincha saqlash joyiga kiritildi. Batken shahridagi markaziy bozor atrofidagi tartibsizliklar ko'p yillardan beri bartaraf qilinmaydi. Markaziy bozorni oralab o'tgan yo'lning ikki chetiga meva, sabzavot sotgan savdogarlar joylashib, yo'ldan o'tuvchilarga noqulayliklar yaratishmoqda. Bozor rahbari esa ular uchun joy ajratilganini, biroq savdogarlar kirishmayotganini bildirdi. Batken shahar meriyasi tomonidan maxsus muddat belgilangani tez orada bozor atrofidagi tartibsizliklar bartaraf qilinishi ma'lum qilindi. Shahardagi tartibsizliklarni izga solish maqsadida mahalliy deputatlar tashabbus bilan chiqishdi. Bu muammo oblast hukumatigacha yetgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Botken shahar meriyasi shahardagi deputatlar va fuqaroviy faollardan iborat guruh Botken bozorini tartibga keltirish va shahar tozaligi uchun tashabbus bilan chiqishdi. Saydamin Hoji ko'chasida joylashgan noqonuniy savdo qilayotgan savdogarlar orasida tushuntirish ishlarini olib borishdi. Yo'l bo'yidagi do'konlarda oziq-ovqat mahsulotlarini tashqariga chiqarib sotgan savdogarlar ishini shahar yashovchilari qo'llamasligini ma'lum qilishdi. Toza joyda savdo qilish xaridorlar uchun ham foydali. To'g'ri shunda o'yle, mana yo'lda uchi mashinalar o'tib, chang bo'lib, denso'liqqa da ziyon, nandar chang bo'lib o'tadi, uni olib jegandan keyin bardim denso'liqqa da ziyon. Anan bir cheti, mana mashina yo'l o'ta tar bo'lib o'tadi. Baldarga, anan koleska bilan o'tgan yosh bolali ayollar, anan odamlar bosish uchun trotuar yo'q o'zincha o'ta tar jaman. Chindag'inda ichini kirgizsa, biz ichidan olamiz. Ba'zi shahar yashovchilari bu kabi noqulayliklardan tashqari shaharda tozalik ham talablarga javob bermasligini aytishmoqda. Ko'p jug'ishtiruvlar shuna paydo bo'ladi. Sebebi mening boshqa odamlar kelibchi, hech chiqarmayman anandichi. Uni biz yeymiz, mikroblar juğatpığa. Mana misalga manavlar, mana mashinalar, ana tozalik o'xshi yo'q Batkendechi. Musur to'lib turadi. Ishchi guruh yo'l chetidagi savdo qilayotganlar faoliyati noqonuniy ekanini aytib, bozor ichidagi maxsus joylarga kirib savdo qilish kerakligini ta'kidlashdi. Biz yerga kirib ko'rdik, qo'yacak. Biz shu qarzimizni hozir yerni to'lab chiqotamiz. Olaverib. Gap pulni chiqarolmay, gap qarzdan chiqarolmaysiz. Botken shahrini tozaligini saqlash maqsadida Mening shahrim, mening yuzim deb nomlangan aksiya tashkil etildi. Shahar kengashi deputatlari tozalikni saqlash uchun barcha mas'ul ekanini yana bir karra eslatib o'tishdi. Бардығы еле таза шаарда жашагысы келет. Бардығы еле таза азык-түлүк сатып алгысы келет. Эгерде мисалы ушул жерге ушундай талкуулар болуп атат, жолго тосмо кылыш керек депчи. Бул жерге тосмо кылыш үчүн албетте ал бир белгилүү каражатты талап кылат. Ал каражатты сарптагандан көрө ар бир адам өзүбүз аң сезибиз менен түшүнүп эле, ар бирибиз өзүбүз ушундай соода кылган мына базардын ичинде орундар бар. Ал жерге кирип соода кылып баштасак, менимче биздин көчө бул өзүбүзгө эле кызмат кылып атпайбы? Botken markaziy bozor yetakchisi tashqarida savdo qilganlar uchun sharoitlar yaratilganini ma'lum qildi. Biroq shahar hukumati yo'lga chiqqan savdogarlar bilan ishlash befoyda bo'lib, ular tashqarida savdolarini davom ettirayotganini qo'shimcha qildi. Çilenler menen men bir söz menen bir nerse menen gumnatıra kirip kaldım. Şu can kelgen ekan şu gumnat.
Kirip kaldım. Bana kirgende onu köp meselelerdi ayttık da anan şunda men aytıp kaldım. Sıdık oturar. Merden kelgende, mer özü yok, sıdık var. Anan men aytıp kaldım. Jakşı hepsi neme çete çeçip olayık dedim. Bizim jayga oturgular dedim. Kirgis dedim. Men jayımды başka biröge berem dedim. Men kündüge 30 somdan kalıp atam dedim. Desem gubernatör aytты, kirgiz dedi. Kirgiz dedi. Kaça günde kirgizesin dese, Sıdık aytты 10 günde kirgizem dedi. 10 kundan 10 kunda bilmez 2 ayda ham kirgan joq, 3 ayda ham kirgan joq. Bozor atrofidagi tartibsizlik borasida meriya xodimlari ham ish olib borishgan. Ular yaqin orada bularni barchasi hal etishni qo'shimcha qildi. Биздин базар эми шаардын ортосунда, өзүңөргө жакшы маалым, шаардын ортосунда жайгашкан бүгүнкү күндө мына транспорт көбөйдү. Сатуучулар, транспорт, эл өстү. Ошондуктан бул ушундай көйгөй бар. Муну түшүндүрүү ишин жүргүзүп, сатуучулардын мыйзам чегинде кошумча жайларды ачуу менен муну Баткен шаардык мэриясы бул боюнча иштеп жатат, буюрса жөнгө салынат. Yo'l chetida savdo qilayotganlar masalasi bir necha yillardan beri hal etilmay kelayotgan muammolardan biri. Mahalliy yashovchilar esa ularni ichkariga kirgizgani bilan yana o'zlari bilganlaridek Hilol Ashurova, Asqar Baymuratov, Jirg'al Abdujalalo'g'li, Intimaq, Botken. O'sh shahridagi 16 qavatli uyning oldi cho'kmoqda. Bu vaqtgacha yog'ingarchilik sababli bruschatkarlari ko'chib, kirish qismidagi zinalar yaroqsiz holga kelgan. Vaziyat yaxshilangan, biroq yana yer cho'ka boshlaydimi degan xavotirlar bor. Bu vaqtgacha mazkur uy qurilish talablariga javob bermasligi aytilgan, lekin kuch organlaridagi mutaxassislarga xizmat uyi qatori berilgan. Ko'p qavatli uyning atrofidagi masalalar bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Mazkur rasmdagi cho'kkan yerlar O'sh shahridagi 16 qavatdan iborat ko'p qavatli uyning old qismi. Ko'rinib turganday kiraverish qismidagi zinalar va bruschatkalar bosilgan joylarda yoriqlar paydo bo'lib ko'cha boshlagan. Natijada uyni qurgan kompaniya vakillari qayta kelib ta'mirlab ketishgan. 5 см, 6 сантиметрге чейин чөгүү болгон экен. Ошо суу топтолгондуктан, ошо жерге жамгырдын суусу топтолуп. Ошол эле күнү подрядчик тарабынан кайра бул жерди оңдоп, азыр жасалып, ордуна келтирди. Азыр мына лестницадагы башынан куюп, башкадан куюп койду. Эми үстүндөгү плиткаларды азыр жабыштыруу иштери калды. Бул бетон прошосун алса, үстүн кылат. Ekologiya va texnika xavfsizlik xizmati uyning asosiy konstruksiyasiga zarar yetmaganini aytib, xavf yo'qligini bildirdi. 16 qavatdan iborat deyilgan uy 2010-yili qurilishi boshlanib, 2013-yili bitkazilgan. Xavfsizlik xizmatlari loyiha asosida solinib, qurilish barcha tekshiruvlardan o'tganini ma'lum qilishdi. Bu karkasный uy, bu karkасы turg'izilib turib, основной dualı kirpiç menен bununku peno beton deymiz, ошо peno beton menен, peno bloktор менен толтурулган. Бул 9 балдыкка туруштук бере алат. Расчет ошондой чыккан, ошо расчет менен курулган. 2 yil avval ham uyning oldida cho'kkan joylar paydo bo'lgan. Unda ham uyni qurgan Almanar kompaniyasi holatni izga solib, biroq uyning oldidagi qayta cho'kayotgan joylarning aniq sababini ko'rsatib bermagan. Bino bitgandan keyin sifati nochor ekani aytilib, qurilish talablari to'liq saqlanmagan degan ma'lumotlar tarqalgan. Bir necha yillar davomida aholiga berilmagan. Shunga qaramay 2015-yili kuch xizmati xodimlariga xizmat uyi qatori bo'linib berilgan. Shahar hukumatı bunga biz javobgar emasmiz deydi. Sababi binoning sifatiga O'sh shahar meriyasi aralashmaganini ta'kidladi. Biroq чындыгында бул O'sh шаарынын мэриясы аталган 16 этаж үй боюнча бул үйлөрдү мындай тараткан эмес да O'sh шаарынын мэриясы. Бул тиешелүү өкмөттүн токтому менен Разакова 46А 16 көп кабаттуу үйү, 16 этаждуу көп кабаттуу үйү күч органдарынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген дагы бүгүнкү күндө биздин муниципалдык менчик баланста эмес. Бул жанагы госимущество деп коебуз, ошо госимуществонун балансында. O'sha vaqtda uyni qurgan kompaniya hozir tarqab ketgan degan ma'lumotlar bor. Shunday bo'lsa ham mahalliy hukumat uyni qurgan kompaniya egasini topib, uy holatini o'z nazoratiga olishi kerak deydi Gulqaqi Mamasaliyeva. U davlat direksiyasi qurib bergan uylar texnik me'yorlarga javob beradi degan komissiya qaroriga ham gumoni bor ekanini qo'shimchaladi. Жаңы мэр
ошону колго алып туруп мурунку болгон окуяларды жаңы ачып туруп ошолорду суракка чакырса болот да. Менин оюмча ошол комиссияда, межведомственный комиссияда ошол үйдү эксплуатацияга алган комиссиянын өзүндө азыркы мэрияда иштеген адамдар деле отурат да. Протоколдору бар жазылган. Болгон ситуациянын баарына мэрия контроль жүргүзүш керек. Контроль жүргүзүп жооп алыш керек. Жоопкерчиликти алыш керек. Ал эмне шаарда мына мен иштейм, мына мен иштебейм деген саясат болбойт да. Ош shahridagi Anar kichik rayonida davlat direksiyasi tomonidan qurilgan ikkita ko'p qavatli uyning yerto'lalari suvga to'lgan. Shu sababli mazkur uylar tegishli muassasalar tomonidan avariya holatida degan qaror chiqarilgan. Hilola Ashurova, Nurjamal Barg'obayeva, Beksulton Abeyev, Intimaq. Jalolobod oblasining Chotqol rayonidagi Qayinsuv o'rta maktabi avariya holatida. Mazkur ta'lim dargohi bundan 40 yil avval hashar yo'li bilan zaxirga qurilib qolgan. Shu sababli devorlari cho'kib, katta yoriqlar paydo bo'ldi. Favqulodda holatlar ministrligi 2017-yili maktab o'qitish uchun yaroqsiz degan xulosa chiqargan. Biroq ayni damda avariya holatidagi maktabda bilim berish jarayoni davom etmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. Chotqol rayonining Qanishqiya qishlog'idagi o'rta maktab 1980-yili hashar yo'li bilan qurilgan. Bino botqoq yerda bo'lgani uchun orqa tomoni cho'ka boshlagan, devorlariga qo'yilgan tirgaklar ham yordam bermay bino avariya holatiga kelib qolgan. Bu maktabni qaramamak tugul o'zi jig'ilgan az эле qoldi. Anan jil сайын maktabda ayrim yerlerden biz жазгы ремонт учурунда көрсөтпөй колдон келишинче жабып эме кылабыз, бирок жылда biz байкашыбызча 1 жылдын ичинде айрыкча жазында кар эрип атканда бул жерде жерлер бошоңдойт да, ошондо 1 сантиметрден 2 сантиметрге чейин ушундай баягы жарака болот. Мектеп эшиктин жанындагы дубалдар болсо таштап, эшиктер жабылбай баштайт. Maktab binosining avariya holatidan tashqari xonalar yetishmasligi ham muammo yaratadi. Bitta xonadan 3 ta maqsadda foydalanishlarini maktab direktor o'rinbosari Ilyasbek Narmirzayev ma'lum qildi. Биздин кабинеттердин тардык маселеси бар да, бизде ошого карабай окуучуларга колдон келишинче шарт түзүп берүүгө аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн мен өзүм директордун тарбиялык иштери боюнча орунбасары болсом дагы бул информатика кабинетинде кабинет жоктугуна байланыштуу кошо отуруп турам. Бул жерде мындай компьютерлерди коюп окуучуларга атайын информатика сабагындагы көргөзмөлүүлүк үчүн бул эме болсо, андан бөлөк окуучулар баягы иримдер учурунда анан кошумча китеп окусу келген учурда бош убактарында келип атайын ушул кабинетке келип китеп окуп туруш үчүн мындай атайын китептерди жайгаштырып бергенбиз. Китепкана катары деп ушул бир жерде башкача айтканда 3 багытта бир эле кабинетте иш алып барышка туура келет. Qayinsuv o'rta maktabining binosi Favqulodda holatlar ministrligi tomonidan 2017-yili yaroqsiz deb topilgan. Biroq ota-onalar farzandlarini 7 chaqirim olisdagi maktabga qatnashlarini istamay, bino hamon o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Чындыгында биздин балдар бул жерде окуганы өтө кыйынчылык, себеби айылдын саясий деңгээли дагы ылдыйга 7 километр жерге центрге балдарын жөнөтүүгө социалдык абалы дагы жооп бере албайт да. Жөө барып келишет, барганда эртең менен аябай суук бул жер, кыш кызын айрыкча азыр да билинбейт. Кыш кызын аябай суук болот, кар жааган күндөр болот. Кээде чаткалга 2 метрден кар жаайт. Biz Chotqol rayon hokimi Qanjarbek Eshaliyevga murojaat qilganimizda mazkur bino o'rniga 150 o'ringa moslashgan yangi maktab qurilishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bino rayon rivojlantirish jamg'armasi tomonidan moliyalanadi. Mektebine 1,5 milyon so'm proyekt jasadık. Жыйынтыгы чыкты. Proyekt dayыр болду, экспертиза өткөрүлдү. 63 milyon so'mга. Бул мектепти биз өз районубуздун көмөгү менен, район өнтүр фондунун көмөгү менен салууну пландаштырып атса, жакында айлык кеңеш сессия болуп, айлык кеңеш депутаттар колдоп берди. Райондо байкоочу кеңеш бар, 17 адам турган. Алар да толугу менен колдоп берди. Жакын аралыкта биз тендерге чыгарып, бул мектепти баштоо алдында турабыз да, муну өз районубуз күчүсү менен. Rayon yetakchisi so'zlariga ko'ra, Qayinsuv o'rta maktabi qachon bitishi noma'lum. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod oblasida yil boshidan beri 4 ta maktab, 18 ta bolalar bog'chasi foydalanishga topshirilgan. Ularni hisobga olmaganda yana oblastda 8 ta maktab va 40 ta bolalar bog'chasi yetishmaydi.
Imkoniyati cheklangan fuqarolar o'quv yurti bazasida bilim ola boshladi. Germaniya bilan tuzilgan shartnoma asosida 16 nafar fuqaro O'sh texnologiya universitetida joylashgan bazada tahsil olishmoqda. Ular kompyuter va texnika kurslarida o'qishadi. O'qish ertalabki soat 9 da boshlanib, tushki soat 15 largacha davom etadi. Ularga oliy o'quv yurti tomonidan o'qituvchilar ajratilib, darslar onlayn turda ham o'tkaziladi. Ma'lumotda aytilishicha, 5 oylik o'quv muddatini tamomlagan imkoniyati cheklangan fuqarolar yengil ishlarga joylasha olishadi. Jarayon Mehnat va ijtimoiy rivojlantirish ministrligi bilan birgalikda o'tkazilmoqda. Bu proyektning o'quv muddati 5 oyga, 5 oydan keyin bularga sertifikat beramiz дағы, bular жұмыштарға орналашқанға мүмкіншілік болады. Bularni o'sha жұмыш менен қамсыз қылу, аларды көзөмөлдөө, бұл Қырғыз Республикасының социалдық өнүктүрүү министрлигинин көзөмөлүндө. Анан буларга тандап келгенде, буларда кандай адамдар окуй алат деген маселеде Ош шаардык жумуш менен камсыз кылуу башкармалыгы буларга анкетирование жүргүзүп, алар бизге сунуштама беришет, анан бул жерге окушат. Qirg'iziston iqtisodi qumtor qonuni hisobga olmaganda 2018-yili 103.5% tuzdi yoki avvalgiga nisbatan 5.1% ga o'sgan. Bu haqda bugun 13 noyabrda parlament yig'inida Premyer ministr Muhammadqalay Abilg'aziyev bildirdi. Hukumat rahbarining so'zlariga ko'ra, budjet daromadi 135.5 milliard so'mni chiqasa esa 141.9 milliard so'mni tashkil qilgan. 2018-yili budjet tanqisligi 1.2% ni tuzdi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich bo'ldi. Umumiy tanqislik 646 milliard so'm bo'lib, 2017-yilga nisbatan 10.9 milliard so'mga yoki 3 martaga kamaygan. 2017-yili defitsit 17 milliard 377 million so'm bo'lgan. Hozirda Jo'g'org'i Kengash 2018-yili respublika budjetini bajarilishi bo'yicha hukumat hisobotini tinglamoqda. Turkiyada o'ldirilgan tadbirkor Xitoy fuqarosi Erken Saymaiti 2017-yili Qirg'izistonda o'zining hamkorini 3.268.000 so'mga aldab, bu bo'yicha Jinoyat va jazo kodeksining 166-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'algan. Bu haqda Ichki ishlar ministri Qashqar Junishaliyev parlamentda bildirdi. Uning aytishicha, Saymaiti Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilgan. Eslatib bo'lsak, tadbirkorning o'limida gumon qilinib 3 kishi qo'lga olingan. Uning ikkisi qirg'izistonlik, biri suriyalik degan ma'lumotlar tarqalgan. Keyinchalik Qirg'iziston Respublikasi Tashqi ishlar ministrligi ma'lumotlarining barchasi tekshirilayotganini aytib, gumondorlar qo'lga olingan vaqtda ularning yonida hech qanday hujjat bo'lmaganini bildirgan. Jinoyat bo'lgan yerdan Qirg'izistonning Istanbul shahridagi konsuli Erkin Sopoqovga tegishli Range Rover rusumidagi avtomashina topilib, diplomat ishdan chetlatilgan. Aylanma yo'lga kirgan avtomashinalar imtiyozlarga ega bo'ladi. Aniqrog'i, ko'chalardagi aylanma kesilishlar endi asosiy yo'lga aylanadi. Mazkur yo'l belgilari Jalolobod oblastidagi har bir aylanma yo'llarga qo'yilmoqda. Aks holda haydovchilar shartli belgilarga ahamiyat berishmayapti. Shu sababli yo'l xavfsizligi xodimlari har bir avtomashina egasiga yangi qoida bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borishdi. Bu harakat yana davom ettiriladi. Ta'kidlab o'tsak, bu vaqtgacha o'lkaning ayrim oblast shaharlarda aylanmalar asosiy imkoniyatga ega bo'lishsa, endi bu qoida barcha hududda ishlay boshlaydi. Sizlar ko'rib turgan yo'l belgi, aylanma yo'l belgisi 4 üstündagi yo'l ber 2-4. Bu yo'l belgi hozirgi mezgilдің talabına layık aylanmaga kirgan avtounalar артықшылыққа ие болады. Оң жақтан келатқан, сол жақтан 4 тарабына қойылады жолдың. Бұл kim qaysi mashina aylanmaga birinchi kirgan bo'lsa, o'sha ortiqcha ega bo'ladi yo'l belgisi. Shuning uchun qo'yiladi bor. Aveb jamoatchilik fondi uyushtirgan madrasa yoshlarga hunar o'rgatish loyihasi O'sh shahrida davom etmoqda. Unda Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasidan vakillar, oblastdagi madrasalarning o'qituvchilari O'sh shahridagi diniy bilim yurtlaridagi sharoitlar bilan tanishdi. Batafsil navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. 2015-yildan beri diniy o'quv yurtlari orasida hunar o'rgatish loyihasi boshlangan. Aveb jamoatchilik fondi tomonidan tashkil qilinib, diniy bilim berish muassasalari bilan tajriba almashish maqsadida tadbir o'tkazildi. Unga janubiy hududdagi madrasalar va teologiya fakultetining o'qituvchilari hamda tashkilot vakillari qatnashdi. Aveb qo'mlik fondining yordami bilan uyushtirilgan bu sayohatimizda biz o'quv joylariga bo'lgan
окуу жай дегенде биз мамлекеттик деңгээлдеги окуу жайларга барып кабар алып, ошол жерде студенттер менен таанышып, ал жерде кандай иш-чаралар өткөрүлүп атат, кантип өткөрүлүп атат, анан иш алып баруу тартиби кандай, документтерди кандай бир тартипте жүргүзөт, ошолорду көрүп, бир тажрыйба алмашсак. Unda din boshqarmasi va oblastdan kelgan vakillar diniy bilim beruvchi muassasalarning o'qitish tizimi, o'tiluvchi darslarning metodlari va talabalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, raqamlilashtirishni ham kuchaytirsak degan takliflarni aytishdi. Bu o'qituvchi va talabalar uchun yaxshi natija beradi. Ошол долбоордун алкагында медресе жетекчилерин башка окуу жайлар менен жакындаштыруу, аны менен тажрыйба алмашып, ишмердүүлүктү жөнгө салуу, ошол эле учурда билим берүүнүн ыкмаларын, билим берүүнүн шыктарын дагы ошо arttırууну биз максат кылып турабыз. Mazkur fond umumiy 28 ta madrasa bilan ish olib boradi. Unda imkoniyati cheklanganlar ham bilim olishadi. Ular diniy saboq bilan cheklanmay qo'shimcha kurslar, treninglarni ham o'tishadi. Umumiy 1700 talaba 8 xil kasb-hunar bo'yicha bilim olishmoqda. Ular kerakli vositalar va texnikalar bilan ta'minlanishgan. Loyihaning maqsadi madrasa va teologiyada tahsil olgan yoshlarni ish bilan ta'minlash. Биздин долбоор алкагында биз долбоорго ошондой жазганбыз, себеби азыр диний чөйрөдөгү эмеле бул дин мамлекеттен ажыратылгандыктан бул жерде бюджетке эч кандай акча каражат бөлүнбөйт да мамлекет тарабынан. Ошон үчүн булар балдарды окутуш үчүн мындай көптөгөн каражат талап кылынат. Анын үстүнө бул медреселерге өзүңүздөр билесиздер, баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары келип окуйт. Ошол себептен биз буну бекер окутканга кароо максатында ушул долбоорго киргизгенбиз. Өзүнчө бюджет бөлүнгөн биз тарабынан ушул анан бүгүнкү күндө ушуну окутуп келатабыз. Bu vaqtgacha Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasi bilan AVEP jamoatchilik fondi tomonidan madrasa yoshlarga hunar o'rgatish loyihasi asosida 42 nafar talaba 1,5 oy davomida uy jihozlarini yasashni o'rganib, sertifikatga ega bo'lishgan. أنتم يعني 3 سنوات تنتهي والطالب في وسط الطريق. لا هناك ولا لن يتم الحفظ. تمام. Chongoloy rayonida zotdor hayvonlar ko'rgazmasi tashkil qilindi. Unga Aberning Angus parodasidagi buqalari olib kelingan. Ularning afzalligi shundaki, Qirg'iziston muhitiga moslashib, go'sht yo'nalishi bo'yicha samarali. Masalan, 6 oylik buqaning og'irligi 200 kilogramdan oshadi. Shu sababli test markazi tog'li hudud bo'lgan Chongoloyda go'sht yo'nalishidagi tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida mazkur tadbirni uyushtirgan. Unga Chongoloydan emas, Oloy, Qoraqulja va Qorasuv rayonlaridan ham qiziqqan fermerlar kelib qatnashdi. Бул жерде азыр биз 1,5 жашка чейинки, андан кийин 5-6 айлык музоолорду, ошол эле мезгилде өзүбүздүн жергиликтүү музоолорду койгондо айырмачылыктан аябай чоң айырмачылык берип атат. Ошондуктан негизги максатыбыз ушул асылдуулукка көңүл буруп, ушул малдын асылдуулугун жогорулатып, ушул мал киндиктүү регион болгондуктан ушул элибиздин бир экономикасына чоң бир пайда болот деген ойдо жасап атабыз. Bugun sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Shu va boshqa xabarlarni bizning intimaq.kj saytimizdan ham tanishishingiz mumkin. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.